Erkak ayoliga pul berishiga to'sqinlik qiladigan 3 ta xato. Bu videoni oxirigacha ko'ring, chunki bu xatolardan qaysi biridir sizda bo'lsa, albatta shuning uchun sizni eringiz sizga pul bermayapti. Birinchisi, yig'lab siqtab, arazlab pul so'rash. Chunki bu narsa erkak kishiga yoqmaydi. Erkak kishi ayolni sudrab yurishni emas, uni boshda ko'tarib yurishni xohlaydi va yig'layotgan ayol erkakka juda ham yoqimsiz kartinkaga o'xshab tuyuladi. Ikkinchisi, ayblash va bosim orqali pul so'rash. Ya'ni sen erkak emassan, sen vazifangni bajarmayapsan, boshqalar qilyapti, sen qilmayapsan degan solishtirish bilan pul so'rash orqali uni vijdonini qiynayman deb o'ylasangiz, adashasiz, qaytanga u sizdan uzoqlashadi. Bunday erkak pul hech qachon bermaydi. Uchinchisi, erkakligini o'ldirish. U ayol uchun emas, balki ayolni yonida o'zini erkakdek his qilgani uchun pulni beradi. Agar u sizning yoningizda o'zini ojiz his qilsa, demak uni cho'ntagiga ham o'lik bo'ladi. Pul ishlaganda yoki so'raganda kelmaydi, pul holatga keladi. Agar ayol erkakni 100% his qilsa, erkak unga yalinishiga ehtiyoj ham qoldirmaydi, o'z-o'zidan pullar va sovg'alar unga olib keladi. Agar siz ham yuqoridagi 3 ta holatdan birortasi o'zingizda borligini sezgan bo'lsangiz va bu xatoni tuzatib malikalarda yashamoqchi bo'lsangiz, unda kommentariyaga